Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda tanqidiy fikrlashning zarur mavzularidan biri bo'lgan, eng ko'p savollar tushadigan mavzulardan biri bo'lgan zaruriylik shartini o'rganamiz. O'zi zaruriylik sharti va yetarlilik sharti degan mavzulardan juda ko'p savollar tushadi Prezident maktabi imtihonida. Hozir birgalikda zaruriylik sharti mavzusini o'rganamiz. Keyingi darsda yetarlilik sharti mavzusini ham o'rganamiz. Xo'p, zaruriylik sharti o'zi nima? Zaruriylik shartida bir narsa bo'lishi uchun yana bir narsa zarur bo'lishi kerak. Masalan, o'zi zaruriylik shartini yechishda demak ko'prikchalar usulini o'rganamiz. Birinchi bo'lib birinchi nimamiz? Ko'prikcha. Bu yerda masalan A nuqta, bu yerda B nuqta. Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga yetib borishimiz uchun A nuqta masalan osh tayyor emas nuqta. B nuqta osh tayyor. Osh tayyor bo'lishi uchun bizga bir necha shartlar bajarilishi kerak. Bir necha demak narsalar kerak bo'ladi. Bu demak osh tayyor emas nuqta. Bu osh tayyor nuqta. Nima narsalar kerak? Guruch, sabzi, qozon va hokazo. Bu yerda demak ko'prikchalar soni, ya'ni zaruriy instrumentlar juda ko'p bo'lishi ham mumkin. Endi osh tayyor emas nuqtadan osh tayyor nuqtaga o'tishimiz uchun bizda barcha shartlar bajarilgan bo'lishi kerak. Ya'ni bizda guruch bor degani bu bizda osh tayyor degani emas. Bu bitta qism, bitta qadam. Agar osh tayyor desa, bizda osh tayyor desa, demak osh tayyor degani bu guruch ham, sabzi ham, qozon ham, hamma zaruriy shartlar bajarilgan ekanligini bildiradi. Demak, ko'prikchaning oxirgi nuqtasiga yetib kelganimiz, ya'ni shart demak umumiy bizda natijaning bor ekanligi bu barcha shartlarning bajarilgan ekanligini bildiradi. Ikkinchi savolda shunga o'xshash savolni birgalikda tahlil qilamiz yana. Hozir biz video dars yozyapmiz. Demak, video dars yozishimiz uchun bu A nuqta video dars tayyor emas nuqta. Video dars yo'q nuqta. Bu nuqta bo'lsa tayyor nuqta. Ya'ni video dars tayyor. Video dars tayyor bo'lishi uchun nima narsalar kerak? Bir qancha ko'priklardan o'tib natija bo'ladi. Endi planshet kerak. Xo'p, yana nima kerak? Bilim kerak. Yana nima kerak? Demak, xona kerak. Yana nima kerak? Yana bir qancha sabablar, demak, bir qancha shartlar bajarilishi kerak. Bu demak soni 1000 ta bo'lishi ham mumkin. Endi bu tayyor emas nuqtadan demak biz agar aytsak, video dars tayyor desak, demak bizda planshet bo'lgan desak, to'g'ri fikr bo'ladimi yoki noto'g'ri fikr bo'ladimi? To'g'ri fikr, chunki bizda natija bor, demak shartlarning barchasi bajarilgan. Lekin biz aytsak, planshet bor, demak video darslar tayyor bo'lsa kerak desak, bu fikr noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni qaysidir shart bajarilsa, natijaning bor desak, bu noto'g'ri bo'ladi. Ya planshet ham bor, bizda bilim ham bor, demak video dars tayyor desak, yo'q. Bu yerda boshqa ko'prikchaning boshqa demak nimalari ham bor. Boshqa ko'prikchalar ham bor. Hammasidan o'tib oxirgi ko'prikchaga yetib kelish kerak bo'ladi. Faqat ikkitasi bor ekanligi bu umumiy natijaning bor ekanligini anglatmaydi. O'zi ko'p shunday demak savollar oldimizdan chiqadi. Xo'p, 3-savolni ham birgalikda ko'raylik, kelinglar. Bu yerda demak A nuqta desak,
ma'lum bir nuqtalardan o'tgandan keyin bu nuqta. Xo'p, inson sog'lom bo'lishi uchun kuniga 2 marta tishlarini yuvishi va 6 oydan bir stomatolog ko'rigiga borishi kerak. Xo'p. Demak, bizda shu nimalarni aytyapti, shartlarni. Sog'lom bo'lish uchun demak, tishlarni yuvish bitta ko'prikcha. Tish yuvish. Stomatologga borish yana bitta ko'prikcha. Yana ma'lum ko'prikchalar bor. Endi aytsak, xo'p, Sardor tishlarini yuvadi va stomatologga boradi. Demak, uning tishlari sog'lom. Bu yerda sog'lom tishlar. Bu natija demak bizda. Sog'lom tishlar. Desak, bu fikr noto'g'ri bo'ladi. Chunki qaysidir shartlarni bajarilgani bu natijaning bor ekanligini bizga kafolatlamaydi. Endi natija bor ekanligidan lekin ayta olamiz. Masalan, Ro'ziboyning tishlari sog'lom. Demak, tishlarini kuniga 2 marta yuvsa kerak desak, bu fikr to'g'ri fikr bo'ladi. Ya'ni natijaning bor ekanligi bu yerda shartlarning bajarilgan ekanligini, zaruriy shartlarning bajarilgan ekanligini bildiradi. 4-masalada, masalan, Prezident maktabiga kirish uchun, mana Prezident maktabiga kirmagan nuqtasi, A nuqta. Ma'lum bir demak ko'prikchalardan o'tib borish kerak bu nuqtaga. Nimalar kerak bo'ladi demak? Xo'p. Matematikani o'rganish kerak, ingliz tilini o'rganish kerak, tanqidiy fikrlashni o'rganish kerak, hujjat topshirish kerak, maktabda ham baholar yaxshi bo'lishi kerak va hokazo. Bir qancha shartlardan o'tish kerak. Endi oxirida demak Prezident maktabi. Bu yerda masalan kimdir Prezident maktabiga kira olmasa yoki ya'ni bizda natija yo'q. Bizda osh tayyor emas. Bu degani bizda sabzining yo'q ekanligini anglatmaydi. Bizda demak video dars tayyor emas. Bu degani bizda bilimni yo'qligi yoki bizda planshet yo'qligini anglatmaydi. Bizda masalan Prezident maktabiga kira olmadik. Prezident maktabiga kira olmaganimiz bizda matematikani demak o'rganmaganimizni yoki ingliz tilini o'rganmaganimizni anglatmaydi. Yoki bo'lmasam buni aksi. Biz matematikani ham o'rgandik, ingliz tilini ham, tanqidiy fikrlashni ham o'rgandik. Bu degani aniq Prezident maktabiga kiradimi? Yo'q. Shartlarning bajarilgan ekanligi natijani bu yerda demak kafolatlamaydi. Ya'ni natijani bor ekanligini ayta olmaymiz bu yerda shartlarni bajarilgan ekanligidan. Bu demak zaruriylik sharti bo'lardi ekan. Zaruriylik shartini yechishda demak ikkinchi usulimiz ham bor. Hozir bir ko'prikchalar usulini ko'rdik. Ikkinchi usulimiz A va B'lar usuli. Xo'p, bu qanday bo'ladi? A va B'lar usulida A bo'lishi uchun demak, B bo'lishi uchun A zarur. Ya'ni demak osh tayyor bo'lishi uchun sabzi zarur. Buni B'ni demak osh deydigan bo'lsak, A bu yerda sabzi bo'lib turibdi. Endi qoidalarni bu yerda kiritib o'tamiz. A'ning bor ekanligi, A'ni borligidan B ham bor desak, bu xato bo'ladi. Ya'ni bizda sabzi bor, bu degani bizda osh bor degani emas. Lekin B'ni bor ekanligi, A'ni bor ekanligini ko'rsatadi. Bu to'g'ri. Ya'ni bizda natija bor, ya'ni bizda osh bor. Demak, bizda sabzi bo'lgan. Yoki bo'lmasam, biz Prezident maktabiga kirdik. Demak, bizda matematika bo'lgan, ya'ni matematikani o'rganganmiz. Lekin bu yerda A'ning yo'q ekanligi endi. A'ning yo'q ekanligi B'ni yo'q ekanligini ko'rsatadi. Bu to'g'ri. Ya'ni bizda qaysidir shart bajarilmadi, qaysidir ko'prikchani bosib o'tmadik. Bizda guruch yo'q. Bizda osh yo'q ekanligini anglatadimi? Anglatadi. Yoki bizda planshet yo'q, bizda video dars yo'q ekanligini anglatadimi? Anglatadi. Biz demak, biz tanqidiy fikrlashni o'rganmadik. Prezident maktabiga kirmaganimizni anglatadimi? Anglatadi. Ya'ni demak bu yerda qaysidir shart bajarilmagani natija yo'qligini anglatadi. Natija yo'q bizda.
B yo'q. Bu degani A'ni ham yo'q ekanligini anglatadimi desa, bu xato fikr. Ya'ni A va B misolda umumiy qilib aytyapman. B'ning yo'q ekanligi, ya'ni oshning yo'q ekanligi, bizda oshning yo'q ekanligi bu yurishning yo'q ekanligini anglatmaydi. Yoki bo'lmasam bizda video darsning yo'q ekanligi bu planshetning yo'q ekanligini anglatmaydi. Balkim bizda planshet bo'lib bilim bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki planshet bo'lib bilim bo'lib xona bo'lmagan bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda mana umumiy demak qoidalar. Buni fikrlab ham biz o'rganib qo'ysak bo'ladi. Buni A va B'larni umumiy qilib o'rganib qo'ysak, har bir misolda shularni qo'llay olamiz. Demak, bu mavzu shu kabi bir qancha savollardan iborat. Ikki odamning fikrini beradi. Misol uchun ikki odamga bitta fikrni beradi. Keyin shularga ikkita odamning fikrlarini beradi. Ko'pchilik o'quvchilar o'zini nimasidan kelib chiqib ham fikr bildiradi, o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib, ularni chetga surib qo'yamiz bu masalalarni yechganda. Bu fikrlarni, testlarni yechganda xato bo'ladi ularni nima qilsak. Chunki fikrdan kelib chiqib, yuqorida berilgan shartdan kelib chiqqan holatda bu yerda biz xulosalarni, fikrlarni aytishimiz lozim bo'ladi. Masalan, siz aytishingiz mumkin, sabzisiz ham osh tayyorlasa bo'ladi-ku deb. Yo'q. Tayyorlab bo'lmaydi. Shartida demak sabzi kerak dedimi? Demak sabzi kerak. Testlarni yechish davomida o'zimizni demak kelib chiqib, mana shu stomatologga bormasa ham tishlar sog'lom bo'lishi mumkin-ku, tanqidiy fikrlashni o'rganmasa ham prezident maktabiga kirish mumkin-ku. Bu fikrlarni demak bir chetga surib qo'yamiz. Shu berilgan fikr bo'yicha, berilgan matn bo'yicha demak biz testlarni yechamiz, test yechgan paytda. Planshet bo'lmasa ham video dars olish mumkin. Yo'q. Bunday fikrlarni chetga suramiz. Demak, A bor ekanligi bu, B'ni ham bor desak, A bor ekanligidan kelib chiqib B'ni ham bor desak, bu noto'g'ri bo'ladi ekan. Umumiy holatda bir marta takrorlab beramiz. A va B'lar usuli bir marta o'rganib qo'ysanglar, umumiy ko'p savollarda demak bizga yordam beradi. Ya'ni bizda yurishning bor ekanligi bu oshning bor ekanligini anglatmaydi. Lekin oshning bor ekanligi bizda yurishning bor ekanligini anglatadi. Endi bizda yurishning yo'q ekanligi oshning ham yo'q ekanligini anglatadimi? Ha, anglatadi, bu to'g'ri. Endi oshni yo'q ekanligi bu yurishning yo'q ekanligini anglatmaydi. Balkim boshqa narsalar yo'qdir. Demak, A va B'lar usuli umuman zaruriylik sharti tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu mavzuni misollar yechish davomida yanada mustahkamlaymiz. Sizlarga demak uyga vazifa qilib berilgan misollarni ham yechib boringlar. Shu misollarni yechish davomida qolgan muammolarni, qolgan savollarni birgalikda o'rganamiz. Zaruriylik sharti umumiy holatda shulardan iborat.